Hamma kremini maksimal darajada kim krem suradi masalan yoki kimdir siviritka qilishi mumkin yuziga, to'g'rimi? Har xil siviritkalarimiz bor mana. Busterimiz haqida o'z ma'lumot bermoqchiman sizlarga. Mana shu busterimiz bilan o'zi вообще-то mana bu siviritka birga qo'llansa, yosharish jarayoni juda ham kuchli bo'ladi va tez bo'ladi. Effekt super bo'ladi. Endi bu ham xuddi kurs lecheniyaga o'xshagan narsa. Hozir sizlarga shu buster haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman to'liq qilib. Uyda ukolsiz mezoterapiya qiladiganlar uchun. Masalan, hammaning ham yuzi ukolni ko'tara olmaydi. Kimdir yuziga ukol yoqadi. Masalan, men bir martagina qilganman, o'shandan ko'zim tagida atiyogim ketmay qolgan. 4 yil oldin qilganman mezoterapiya. Kimgadir umuman to'g'ri kelmaydi. Kimdir вообще ukolni yomon ko'radi. O'sha og'riydi-da, og'rigani uchun ham ukol qilgisi kelmaydi. Lekin hamma xohlaydi. Mana shu siviritkalar yoki mana bu kremlar, boshqa narsalar, mana maska ham bor. Men bu korobkachaga tayyorlab qo'yganman, chunki bu doim yuzimga surib uxot qilganim uchun mana shu korobkachada narsalarim turadi, imенно buster bilan ishlatadigan narsalarim. Endi masalan hamma xohlaydi mana shunaqa krem siviritkalarni ichkariga derma qavatigacha, ya'ni ukol dermagacha borib, o'sha derma qavatigacha borib sizga ukol mezoterapiya qilinadi, to'g'rimi? O'sha kerakli ingrediyentlar, kosmetikalar ichkarigacha kirgizib beriladi. Kim agar shuni ukolsiz uy sharoitida uyda qilmoqchi bo'lsa, kosmetologga umuman borgisi kelmasdan yuzini tepaga ko'tarib, yuzini taranglashtirib, yoshartirib, qanaqa yuzda problema bo'lsa, problemalariga yechim topishni xohlasa, ichkariga kirgizib berish kerak mana bu narsalar. Mana shu uchun sizga faqat mana shu buster kerak bo'ladi. Ya'ni buni kichkina chastotali, kichkina o'sha elektr toki bilan poralaringiz ochiladi yuzingizdagi va o'sha derma qavatigacha krem va siviritkalaringizni ichkariga so'rilishi juda ham kuchli bo'ladi, qizlar. Busterim haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, apparat ham elektroporatsiya qiladi, ham vibratsiya qiladi. Endi qarang, elektroporatsiya bu nima? Elektroporatsiya qilganda o'sha kichkina tok chastotalari bilan siviritkalar, kremlarni ichkarigacha, yuzni derma qavatigacha kirib borishi, chuqur kirib borishi. Ikkinchi buni xususiyati vibratsiya qiladi. Ya'ni yuzda mushaklarni osilib ketishini oldini oladi, ya'ni tonusda saqlaydi. Agar kimni yuzi osilib ketayotgan bo'lsa, kimni yuzi уже qarish prosessi, gravitatsiya yuz berayotgan bo'lsa, demak mana shu bilan yaxshilab massaj qilib, buni rejimlari bor. Mana yuzingizni tepaga ko'tarib taranglashtirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi buni yana led terapiya yoki demak, уже led terapiya yoki fotooperatsiya, ya'ni kosmetologlarga borsangiz agar rosa ko'p chaqirishadi fotooperatsiyani bitta bilan siz lecheniya qilib bo'lmaydi, yuzingizga ko'p kelishingiz kerak deb siz buni olganingiz выгодно bo'ladi har tomonlama. Demak, fotooperatsiya nima qiladi? Yuzdagi metabolizmni yaxshilaydi, qon aylanishini yaxshilaydi и yuzingizni oqartirib, namlantirib, chiroyli qilib beradi. Ayniqsa dog'li yuzlar bo'ladigan bo'lsa, dog' bilasiz nimadan tushadi? Melaninni ko'p miqdorda bitta joyda ishlab chiqarilishidan. Agar siz o'sha melaninni bloklay olsangiz, ya'ni mana shu apparat bloklab beradi melanin miqdorini, sizni уже dog'laringiz ketib, davolanishni boshlaysiz. Demak, dog'lardan ham qutulasiz degani. Yana bitta zo'r xususiyati bor, kollagen ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Yuzni yoshartirishga yordam beradi. Chunki kollagen ishlab chiqarilishi уже bizning terimizda 25 yoshdan keyin sekinlashib, 45 yoshda уже butunlay to'xtab qoladi. Mana shu buster bilan siz kollagenlaringizni yanada ham yaxshi ishlab chiqarilishini yaxshi yo'lga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mezoterapiya qilib, ukollar qilib, og'ritib, doimo yuzni mezoterapiyadan keyin обязательно bir hafta yuzingizda nima deydi uni chiqolmaysizda uydan. Ukolni izlari qoladi ko'pchilikda. Tomirchalarni menga o'xshab ko'zingizda tomirchalarni chiqarib qo'ygandan ko'ra, mana busterni olganingiz yaxshiroq demoqchiman. Demak, buni rejimlari bor. Mana bu havorang rejim kosmetikani chuqur ichkariga, derma qavatigacha kirgizib beradi. Buni ana intensivligi bor, mana 1, 2, 3. Ko'rdingizmi kuchliligi? Bu hozir teriga tekkandan keyin mana hozir eshityapsizmi? Mana teriga tekkandan keyin уже vibratsiyasi boshlanadi. Demak, havorangni bildingiz nimaga? Ya'ni ichkariga bu universalniy rejim deyiladi. Любой narsa bilan ichkariga preparatlaringizni kirgizib beradigan rejim. Demak, keyingi rejimga o'tish mana pastdagi knopka orqali bo'ladi. Fioletoviy rejim bu lifting effektni beradi. Buni ham rejimlari bor. Mana birinchisi bu, ikkinchisi, uchinchisi mana kuchliroq.
Demak, keyingi rejimga o'tish uchun yana pastga knopkani bosamiz. Qizil rang, LED protsedura, ya'ni fotooperatsiya mana shu bilan, absorpsiya mana shu bilan amalga oshiriladi. Bu 45 gradusda issiq bo'ladi va shu tariqa yuzdagi barcha kosmetikalar derma qavatigacha ukolsiz kira oladi. Har bitta mana shu rejimlarni siz 2 minutdan qo'yib ishlatishingiz mumkin. O'zi 2 minutdan keyin. Demak, qizlar, o'chirish uchun siz mana shu knopkani yoqishda qanday bosib turgan bo'lsangiz, o'chirishda ham xuddi mana shu knopkasini bosib turasiz. Mana bosib turganda o'chdi. O'chgandan keyin yana buni artib qo'yish kerak, to'g'rimi? Tozalab qo'yish kerak. Ya'ni siz buni spirtda yoki ho'l salfetkalarda umuman nam narsada emas, quruq vatniy disk yoki toza sochiqqa artib yana joyiga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik menga so'radi, ko'p klientlarim ishlatadi buni yaxshi ko'rib. Ko'pchilik iltimos video obzor qiling, biz ham booster olmoqchimiz, lekin qanday ishlatish nimaligini bilmaymiz deganlar uchun bugun men shu video obzorni qildim. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, qizlar, xursand bo'laman. Yana bitta narsa, sizlarga yaqinda konkurs e'lon qilaman. Yaxshi qimmat narsalardan, kremlardan qo'yaman, qizlar. U konkurs qanaqa bo'ladi, qanday qilib unga olib chiqish mumkin, keyingi videolarimda ko'rasizlar.